أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtaşlar ve alkışlar alemlerinin igisi Allah'a olsun. Bütün salat ve selamlar, aman isellikler, destekleşler ve kollaşlar bizning rahberimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve onun ailesiga, sahabelerge ve kıyametke kadar onun yoludan mangan yoldaşlarga bolsun. Amin. Assalamu alaikum qadirlik Şarkı Türkistanlık qarindaşlar. Bugün Ramazan'ın 3. günü. Allah bu Ramazan'da kılgan ibadetlerimizni kabul kılsın, dualarımızı kabul kılsın ve icabet kılsın. Qarindaşlar, bugünkü sohbet Sure Bakara'nın 154. ayetinden boludu. Tüngünkü ayetinin ahiri yani. Allah Teala bu ayette yana bizge hitap kılıp şundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat bel ahya'u velakin la teş'urun. Sadakallahul azim. Ey müminler, sizler Allah yolunda öldürülgen kişiye ölük demanglar. Belki ular hayattır. Ularning hayat ekanligini siz his qilolmaysizlar. Sadakallahul azim. Qarindoshlar, Allah bu ayette bizge hitap qilib şehitler haqida hürmetlik bo'lishimizni tavsiya qiladi. Şehitlerge hürmet qilishimizni. Şehit degan kim? Şehit degan qarindoshlar Allah yolida, Allah rızasını deb, Allah'ını hoş kılalarmanmiki deb, Allah rızası için Allah yoluga çıkıp bu yolda öldürülgen kişiye şehit değil. Şehit şunda ulug ki Allah'a hürmet kılıp şehitni hesapsız ve azapsız cennetke kirgizdigan bo'lsa, biz ma dünyada yüzümüzde Müslüman hisablap turup, mümin hisablap turup, aramızdan çıkan kahramanlarımızı, aramızdan çıkan şehitlerimizni ölüp gitti. Xitay öldürüp etti. Yoki palani münafık öldürüp etti. Yoki suiqasd uçurup ölüp gitti deb ölüm kelimesi bilen yad edişimizni Allah çeklerdi. Nima uchun degan vaqtda qarindoshlar? Şehit degan bir millatning ruhi, bir millatning urqi. Mesela urq degan vaqtimizda dehqonlardan bilamiz, mahsulot olamiz. Hammasiga ehtiyojimiz var. Ama ma'lum miqdorda urug'liq ep qo'ymasak, kelar yili ziraat qilolmaydi. Urug' bo'lmasa ziraat qilolmaydi. Ağam mahsulotimizning ko'pinchisini yesakmi, bir qismini urug'liq ep qo'yib, kelar yili uni terimiz. Mahsulotimiz yana davom qiladi. Şehit aş urug'liq o'xshan bir millatning ishidan chiqqan urug'liq. Bir millatdan şehit chiqmasa, o millatning nesli qurib ketadi. Şehitlik bir millet için bereket. Şehitlik bir devlet için bereket. Şehitlik bek ulug' narsa. Nima degan gap şehitlik? Şehit aşu şahadet kelimesinden çıkıyor. Yani şahadet degan vaqtimizda Allah yani Kur'an-ı Kerim'de nima deydi? Allah üçün Allah'ın bir sıfatı alimul gaybi ve şahade. Gayb ve şahadetni bilgichi. Gayb alimi deganimiz bizge mahfi bo'lgan alim. Bizning ma his tuyg'ularimiz bilan bilinmagan alimni gayb alimi deymiz. Ko'zimiz bilan ko'rolmaymiz, quloqimiz bilan anglayolmaymiz. Anandan keyin bizningki bu a'zolarimiz tutib eqib yoki berib eqib ko'giluldigan bir yerdagi alim emas. Bu butunlay bizdan mahfi, bizning qobiliyatimizning, taqatimizning sirtidagi alimni alimul g'ayb deydi. G'ayb alimi deyiladi. Bu g'ayb alimini Allah biladi. Yana birisi alimu shahada deyiladi. Ma biz yashayotgan dunyo.
biz köreligen, tutalıgan, menep baralaydıgan yerde, onda anlayalaydıgan, onda tutup his kılalaydıgan alemni alimu şahade değil. Şahade degen şahit bulalaydıgan alem degen gep. Yani şahit bulay deseniz, naq meydanga kelip körey deseniz, körelaydıgan alem degen gep. Şunun için mavu alemnin ismi alimu şahade. Bu alimu şahade biz yaşavatkan mavu dünya, biz şu insanların imtihan meydanımız. İmtihan berdigan ballarning bir meydan oludu, yoki bir sınıf oludu, yoki bir meydanda imtihan oludu. Şunun o'xshagan Allah rızası üçün imtihan berimen dep kelip, özümning yaxshi inson ekanligimni isbotlab Allohni rozi qilaman deb imtihan bergili kelip böyle şu etrafımızdaki muş alemni alimu şahade deyildi. Şu imtihan belgili kelgen adamni, imtihandan ötken adamlarni şehit deyildi. Allah'ın bir ismi şehit. Yani Allah hem yerge davamlıq şahit olap toğaçqa, hem yerde. Alemnin, kainatның hem yerde hazır ve nazır hem nesini qarab turup bilip toğaçqa Allah'ın ismini şehit deyildi. Hem de bizning aramızdan çıkan Allah rızasını da vatanini qutquzish qitirishgan, millatini qutquzish qitirishgan insonlarni nima uchun şehit deymiz? Çünkü bu insanmi muşalimu şahadada yaşap naq meydanga qatnashib, naq meydandagi kurashga nefsimiz bilan bo'lgan kurashga qatnashadi, shayton qarshi bo'lgan kurashga qatnashadi, Xitoy tajovuzchilar qarshi bo'lgan kurashga qatnashadi. Yani düşman bilan elish meydoniga qatnashib, shu yerda elishib, eng oxirisida Allah rızası uchun o'ltirilgandan keyin bu insanның bu o'ltirilishi şu adamның naq meydonga qatnashganligining isboti sifatida uningga shahodatnoma beriladi. Ma inson ma'alimu shahadada kurashga qatnashdi, jangga qatnashdi, düşman bilan urushdi, pulidan kelganini qildi, eng oxirisida düşman tarafdan o'ltirildi. Yani Allah rızasını deb jinini taqdim qildi. Mana bu odamning imtihandan o'tganligining shahodatnomasi. Ma dünya universitetini tugatdi bu adam. Mana ma qulluq berilgan shahodatnoma deb qulluq shahodat berilgan insonlarni, shahodatnoma berilgan insonlarni shahid deyiladi. İmtihandan o'tgan kishilarga shahid deyiladi. Bu şehitler Allah'ın mert bendileri. Allah'ın yaxshi degan bendileri. Allah imtihandan o'taleydi degan kategoriyadagi bendiler. Bek ulug' bendiler şehitler. Bu ulug' bo'lgandikin, bu dünyadaki kurashga qatnashib, hamma narsani fido qilib, jonini fido qilib, Allohning dargohiga ketib, Allah'ın dergahida ma dünya hayatıdan qat ve qat üstün bir hayatda yaşavattan tursa, sizlar aranglardan chiqqan qahramonlaringlarni, shahidlaringlarni o'ldi deyishinglar shahidlarga qilingan haqorat deydi. Wala taqulu demanglar. Bunda kelimeni işletmanglar. Öldü. Ölüm kelimesini işletmanglar şehitga. Bel ahyaun. Bunda desang to'g'rimaydi, ma to'g'ri emas, bu o'lik emas, balki bu da hayot deydi. Unda bo'lganda qarindoshlar, biz o'zimizni hayot deb qaraymiz. Ammo aramızdan chiqqan shahidlarni ko'rib turamiz ba'zi chog'da. O'lib ketganligini ko'ramiz. Nima uchun o'ldi deyolmaymiz? O'lim degan qarindoshlar. Hayotdan ayrilib qolgan odamga o'lim deymiz. O'ldi deymiz. Hayattan ayrılıp kalğanga ölüm deymiz. Texmi yuqori hayatga erishganga o'ldi degan bo'lmaydi ki. Masalan, 1-sinfning balasına başta balamizni maktab qilib beramiz. 1-sinfga kirdi deydi. 1-sinfni tugagandan keyin 2-sinfga chiqsa, maktabdan ayrılıp qoldi deymizmi? Demaymiz. 2-sinfni tutkizib 3-sinfga chiqsa, maktabdan ayrılıp qoldi deymizmi? Demaymiz. Texmi yuqori sinflarga chiqdi deymiz. Şunun o'xshagan shahidlar bu dünyadaki jang meydanida,
güreş meydanında cenidan ayrılgan bolsa, ma dünyadaki en tön hayattan ayrıldı. Ama o tekimi yukarı hayatta yaşayadı. Dünya diyen karındaşlar, el hayatı dünya diyen gap karındaşlar, bu Arapça kelime Kur'an'da cık çıkıdı. En tön hayat diyen gap. Muşu dünya hayatıdır mı? Tön bir hayat olmaydı. İnsan için. Biz hazır insanın gapini kılatımız ko. Adem balları için, insan için muşu dünyanın hayatıdır mı? Tön derecede başka bir hayat olmaydı. Bu dünyanın hayatıdan tügenden keyin nim buludu? Alemi berzah başlaydı. Alemi berzah hayatı ya ki kabir hayatı deyimiz bu dünyadan tekmi hakikat tekmi hak bir hayat. Onundan keyin kıyamet hayatı keladi. Kıyamet hayatı alemi berzah hayatıdır mı? Tekmi hakikat, tekmi ameliyatçıl bir hayat. Onundan keyin nima hayat keladi? Ahiret hayatı, cennet ya cehennem hayatı. Bu yani ölüm zat yok bulundu, ölüm öldürüldü, ölüm yok kılındı. Ahiret hayatı da ebedi yaşaş kademine basımız. Ya cennette ebedi ya cehennemde ebedi. İnsan muşunda ebediyet yolcusu kardeşler. Bunda boğandı ki aramızdan şehit boğan bir kardeşimiz hazır hayattan takımı ali bir hayat çıkka vaxtında öldü desek hakaret olur. Öldü desek hakaret olur. Şunun için kardeşler şehitlerimizni hürmetlişimiz lazım. Hakiki Allah rızasını dep yolga çıkıp vatanimni qutqizaman, millatimni qutqizaman dep bu yolga çıkıp şehit bo'lganlarni hürmetlişimiz lazım. Ama bizning haqiqiy düşmanimiz bo'lgan Xitoy tajovuzchilari tiklab bergan qahramonlarni emas. Xitoydan tasdiq olgan qahramonlar haqiqiy bizning qahramonlarimiz emas. O'ylab baqayli, Xitoy danglayotgan qahramonlar kimlardi? Mayli u Gomindanning qulida o'lganlar bo'lsin. Xitoy shu asosan shu Gomindanning qulida unda qildi, Gomindanga qarshi buni qildi deb bizga danglab qahramon ko'rsatdi. Amaliyotda o'zining g'olchilarining qahramon ko'rsatdi Xitoylar. Shuning uchun qarindoshlar, Xitoylar e'tirof qilgan, Xitoy hukumati e'tirof qilgan, bu yaxshi odamdi, bu bizga mendaq to'p qo'shgan deydigan har qanday odam bizning qahramonlarimiz emas. Bizning qahramonlarimiz Sabit Damollamdek adamning qahramon. Abduqodir Damollamdek kishilar qahramon. Zeydin Yusufdek kishilar qahramon. Mushunda qahramonlarni ulug'lashimiz lozim, hurmatlashimiz lozim qarindoshlar. Bunda qahramonlar aramizdan chiqib turishi lozim. Qahramon chiqish tugab ketgan vaqtida qarindoshlar millat kesel olab ketdi. Kesel adam qanni almashtirib etmasa, qani buzilgan odamning qanni almashtirib etmasa o'ylab qolgandek millatdan qon aqib turmusimi, shehidlar chiqib turmusimi, u millat o'ladi. Shuning uchun aramizdan qahramonlar chiqishi lozim, shehidlar chiqishi lozim. Chiqishi lozim da u shehidlar men bo'lishim lozim deb shu shehidlik maqomini tanlashimiz kerak. Peygamber Aleyhisselam nima dedi şehitler üçün? Bu dünyada hammadan ölüp cennetga kirgan vaqtida qo'shilib ketadi deydi. Bu dunyoga qaytib kelishni hech kim xohlamaydi. Faqatlam shehidlar orzu qiladi-ki, agar shehidlikka bu qadar izzat ikrom qilinadigan bo'lsa, bu qadar hurmatlanadigan bo'lsa, qahramonlikning maqomi bu qadar yuqoriladigan bo'lsa, men dunyoga qaytarilsam kaşki tekrar öldürülsem Allah. Öldürülgenden keyin yana Allah meni yana dunyoga qaytib iverse, yana tekrar öldürülse deb şehitler bunu arzu qiladi deydi. Qarindoshlar, şehit bek ulug', şehitlik bek ulug'. Şehit bo'lashqa, şehitlik maqomini qo'lga keltirishimiz lozim. Endi bu yerda men
şehit oluttum deb jang maydoniga chiqib o'qqa o'zimizni tutib turib o'ltirib olish u şehitlik bo'lmaydi. Şehitlik qanday bo'ladi? Şehitlik degan mana bu haq yo'l. Masalan, Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonni besib oldi. Xitoy tajovuzchilari dunyoda birinchi numurliq kafir, birinchi numurliq dushman. Chunki bu vatanni besib oldi. Vatanni besib olgandan keyin Sharqiy Turkistonlikni butun insoniy haq huquqlaridan mahrum qildi. Hozir Sharqiy Turkiston xalqining hayotiga ta'dil silyotidi. Sharqiy Turkiston xalqini idamga, o'limga mahkum qildi. Hozir shu o'limni ijro qilyotidi. Bu Allohning dushmaniga biz qarshi turib kurash qilmasak bo'lmaydi ekan. Shuning uchun bu yo'lda o'lganlik shehidlik bo'ladigan bo'lsa, men mush yo'lda o'laman deb Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga qatnashish yo'lida er kishilarcha o'ttirg'i chiqib, qo'limizdan nima kelsa, saviyimiz nima yesa shu xizmatni qilgan vaqtimizda. Anandan keyin Alloh yarab qolsak, imtihondan o'talab qolsak, Allah bizga jannatni loyiq ko'rib qolsa, anandan keyin shehid bo'g'iladi qarindoshlar. Shehid bo'lib ketsam qanday qilaman, yoqda o'ltirib qanday qilaman deb qo'rqishga kerak yo'q. Qo'rqadigan narsa emas bu. Arzu qilib Allah bir şehitlik makamı bəsi ekan deb arzu qilinadigan bir maqam bu. Bu maqamni arzu qilish uchun shu yo'lga chiqamiz Alloh rizosi uchun. Allohni xo'sh qilish uchun, ishg'oliyat ostiga tushib qolgan vatanimizni ozod qilish uchun, mustaqil qilish uchun, takrordan xalqimizni ozod qilish uchun yo'lga chiqamiz. Bu yo'lda mayli Xitoy bilan tig'mi-tig' elishib, Allah aşında bir fırsatını yaratıp, eğer şu yolda vefat edip ketsek, tig'mi-tig' elishib o'laylik. Mayli shu sharoitni yaratish uchun hozirdan tortib yo'lga chiqib bir yerlarda o'laylik. Bu inson uchun buningdan yo'g'ish sharaf bo'lmaydi. Bir millat uchun, bir xalq uchun buningdan sharaf bo'lmaydi. Shuning uchun qarindoshlar, bu haqqoniy Allah'ını xo'sh qilish uchun bu haqqoniy kurashga otlanaylik. Bu bizning haqqimiz. Vatanni qaytarib olish bizning haqqimiz. Xalqimizni ozod qilish bizning haqqimiz. İnsandek yashash, inson haq huquqlarimiz bilan yashash bizning insonlik haqqimiz. Bu xalqaro qonundan bizning haqqimiz, Allohning qonunidan bizning haqqimiz. Vijdonimizning oldida axloq bizmi imansiz dunyodan ketish xatiri bor. Biz ash qo'g'dayman davatgan vatandagi ota-onamiz, bola chaqinlarimizmi Xitoyning asmalasi. Bu yo'lda to'g'ri yo'lga chiqib qilish, oilamizni qutqizib jannatga elib ketish degan buningdan yo'g'on maqom bo'lamdi. Buningdan yo'g'on qozonch, g'alaba bo'lamdi qarindoshlar. Shuning uchun kurashga atlanaylik. Vatanimizning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga atlanaylik qarindoshlar. Alloh bizlarni haq yo'lda manganlardan, haq yo'lda mücadele qilganlardan va bu yo'lda shehid bo'lganlardan qilsin. Shehidlardan qilsin yoki shehidlarning maqomini bersin. Biz millatni uyg'onishimizga, tekrar tirilishimizga Alloh yordam qilsin. Qarindoshlar, biz yaşayan müddetçe Allah subhanahu ve taala İslamiyetini ayırmasın. Ölüdüğü vaktimizde, şehit olduğu vaktimizde iman ve tövbeden ayırmasın. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.